hurmatli tadbirkorlar, shu paytgacha ishlab chiqarish jarayonini umuman ko'rsatmaganmiz. Hech kimga sizlarga xudo xohlasa bugun ko'rsataman. Chunki hamma narsa o'zimizdan chiqadi. Shu sababdan bizda eng arzoni respublika bo'yicha bunaqa topolmaysiz, bunaqa sifat narsalarni. Ishlab chiqarish jarayonlarini, stanovlarimiz hammasini ko'rsataman. Oxirigacha videoni ko'ringlar. Mana bu apparatimiz qalin listlarni mana to'g'rilab beradi. Bu konteyner listlar. To'g'rilab uringa qilib beradi bu. Stanovni. Shunday asnoyni materiallar shiydan chiqib ketadi. Listimiz juda ham qalin mana. Birlik qalin. Beton list. Kesib beradi. Juda ham qalin. Juda qalin list. Temirlar bu. Devorga qo'yilganlar chiqib shunday chiqadi, shunday kraska bo'ladi. Lazer apparati. Xohlagancha o'yib beradi, xohlagan dizaynni, yozuvlarni ham shu apparatda chiqarib beradi, xudo xolasa. Mana devorlarga ham xullas ishlab chiqarish jarayoni mana shu yerda bo'ladi, xudo xolasa. Chista zavod mahsuloti, arzon, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nima narsa kerak bo'lsa